Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qarindoshlar, ba'zi qarindoshlarimizning shu qiyomatning alomatlari haqida so'zlab berishimni talab qilganlik uchun mush to'g'rida bir ikki og'iz so'z qilay dedim. Endi qiyomatning bo'ladiganligi shaksiz haqiqat. Uningda hech kim ixtiloflashmaydi. Ya'ni hech qanday bir musulmon ixtiloflashmaydi uningda. Chunki qiyomat kunining bo'ladiganligiga ishonish iymonning asoslaridan biri. Bo'libmi Alloh taolaning borligiga va qiyomat kuniga ishonish shu 6 iymonning asosliq yadrosi. Qiyomat kuni bu dunyo hayoti butunlay oxirlashib, Alloh taoladan boshqa hamma narsa fani bo'lgandan keyin oxirat ismli yangi bir hayotning boshlanishi deganlik endi. Qiyomat kuni Qur'on Karimda hisob kuni, din kuni, oxirat kuni, mukofot va jazo kuni deganga o'xshash har xil ismlar bilan kelgan. Endi qiyomatning qachon bo'ladiganligini Alloh taoladan boshqa hech kim bilmaydi endi. Buni payg'ambarlar ham bilmaydi, farishtalar ham bilmaydi. Buningda bütün musulmonlarning orasida hech qanday ixtilof yo'q. Endi qiyomatning vaqtini Alloh taoladan boshqa hech kim bilmaydi, ammo qiyomatning kelishdan burungi alomatlarini endi Qur'on Karim va ba'zi hadislar bayon qilgan. Endi qiyomatlarning alomatlaridan maqsad qiyomat qoyim bo'lishdan burun yuz beradigan ahvollar deganlik endi. Bu ikki turlik bo'ldi. Biri qiyomatning kichik alomatlari, yana biri uning cho'ng alomatlari. Endi qiyomatning cho'ng alomatlari bilan kichik alomatlarning o'rtasidagi farq, qiyomatning kichik alomatlari qiyomat qoyim bo'lishdan xeli burun yuz beradigan va nurg'un kishilar his qilib bilolmaydigan ishlar. Ammo uning cho'ng alomatlari qiyomat qoyim bo'lish oldida yuz beradigan, dunyoda cho'ng o'zgarish paydo qiladigan ishlar. Ulamolar hamda qiyomatning cho'ng va kichik alomatlarini aytgan. Endi qiyomatning kichik alomatlari birinchisi kishilarning xiyoliga kelib boqmaydigan ishlarning yuz berishi endi. Bular biz yashayotgan zamonda har kuni degidek endi burunqilarning aqliga kelib boqmagan nurg'un yangi ishlar chiqib o'tadilar masalan. Zamonimizda ilm fanning taraqqiy qilishi bilan texi bundan 100 yil burungi insonlarning xiyoliga kelib boqmagan fan texnikalar, kashfiyotlar, ijodiyatlar maydonga keldi masalan. Televiziya deymiz, antena, kompyuter, internet, tor uchurlari va boshqa yangiliklar zamonimizda maydonga kelgan ajoyib ishlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'z vaqtida kelajakdagi ajoyib ishlardan xabar bergan. O mundaq degan: "Sizlar ajoyib ishlarni ko'rmaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Sizlar ko'rib boqmagan va xiyolingizga keltirib boqmagan ajoyib ishlar maydonga keladi." Endi mushu hadisda deganga o'xshash shu ishlar bo'layotdi. Buni hech kim inkor qilolmaydi endi. Ikkinchisi endi yalong toshlarning isil qasrlarga ega bo'lishi deb kelganda endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qiyomatning alomatlaridan biri padişçilikten başka hüner kesini bilmeydiğen, namaratlıktan, muhtajlıkta gün ötküzdüğen, yalan töşlerinin isir qasillarga ega bo'lganligini xabar berganlar. Alloh taolo musulmonlarga neftdan iborat katta boylikni ato qilgandan keyin asrlar bo'yi padişchilikdan boshqa kasb bilmaydigan, nomratlikda o'tgan arablar va boshqa millatlar xuddi payg'ambar alayhisalom oldin xabar bergandek isil qasrlarga ega bo'lganligi va turmushning muhtojligidan o'zgarib boshqa muhtojlarga xayrat qiladigan darajaga yetganligi. Yani bunun da başka nurgun işler bunun misal bulalaydı hem de. Peygamber Aleyhisselam bu haqda muhtajlıkta gün ötküzdüğün aç yalınat pacıcılarının isil qasirlərə ega bolğununu körgünündə qiyametini kütsən buludu degen hem de. Bu qiyametinin hem de küçük alametleri hem de. Üçüncü, yerim yalınat kiyindiğin başlarına tügünün lüksüge oxşaytqan nərslərini taqıb aldığan azğın və azdurğucu ayallarınki meydanğa kelişi deyilgan hamdı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunun 14 əsr burun xəbər berganlarının zamanımızda meydanğa kelganligini heç kim şəkilənməydi. Hazırki gündə televiziya kanallarından berilayotgan programmalardaki hələqə köngül eçiş, günah kapatkan köngül eçiş keçilerdeki nakçı ayallar ve restlerde yerim yalınat kiyinip yürüdüğün ayallar dünya güzeli de başlarına atalmış yani
tajlarni taqib oldigan ayollar, yana nurg'unlari buning misoli hamdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu haqda mening ummatimdan do'zaxga kiradigan ikki xil kishilarni texislar ko'rib boqmadinglar. Biri qo'llarida kalining quyuqiga o'xshaydigan qamchilarni tutib olgan bo'lib, kishilarni uning bilan uradigan, ya'ni kishilarning haq huquqlariga tajovuz qilib, ularga zulm qildiganlar. Yana biri yerim yalang'och kiyinib olgan, boshlariga tügünün lüksüge okşaydıgan narsalarni taqib olgan azg'un ve azdurg'uchi ayollar bo'lib, ular jannatga kirmaydi ve jannatning hidini purayolmaydi deganadi. To'rtinchisi jongsuz narsalarning so'zlaydiganligi. Payg'ambar alayhisalom bir hadisda qiyomatning alomatlari to'g'riliq to'xtalib, qiyomatning alomatlaridan biri shuki, odam uydan chiqib qaytguncha oilasidagilarning so'zlarini onun ayğı ve qamchi so'zlab berdi degan hamdi. Oyoq jonsuz narsa, qamchimi jonsuz narsa. Bir zamonlar kelib jonsuz narsalardan ovoz chiqadiganligini buningdan texi 100 yil burunqi insonlar tasavvurga keltirib boqmagan bo'lishi mumkin hamdi. Zamonimizda yanfon ijod qilinishi bilan kishilar sirti ketib o'tib, oilasidagilarning ovozini anglaydi, masalan. Bunun boshqa nurg'un ishlardi. Beşincisi dini alimlarning tugab ketishi, yer tevrashning ko'p bo'lishi, vaqtning tez o'tishi, pasatchilikning ko'payishi va igiz binolarning ko'p borliqqa kelishi degan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam deganki, olimlar tugab ketmaguncha, yer tevrash ko'p bo'lmaguncha, zamonlar yaqinlashmaguncha, fitni pasatchilik ko'paymaguncha va kishilar igiz binolarga urullashmaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi degan. Endi hadisdagi olimlardan dini olimlar zamonlarning yaqinlashidan, turmushning qiyinchiligidan, ishning ko'pligi va hodisalarning ko'p yuz berishi sababli kunlarning xuddi soatlardek tez-tez o'tib ketadiganligi maqsad qilinishi mumkin hamdi. Endi haqiqatni qo'rqmay so'zlaydigan dini olimlarning tugab ketganligi, yer tevrash hodisalari bilan pasatchiliklarning ko'p bo'layotganligi, tirikchilikning qiyinchiligi sababli vaqtning tez o'tgandek his qilinishi va kishilarning igiz binolarda o'tirishi qatorliq ishlarning hammasi zamonimizda rasmiy amalga oshirilgandi. Oltinchisi jazoni xo'rliqning ko'payib ketishi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qiyomatning alomatlaridan sanab kishilarga bir zaman keludiki, bu vaqtda jazona, ya'ni o'sim yemagan odam qolmaydi. Jazoni yemagan odamga uning chang to'zonlari yetidi degan. Zamonimizda bankalarning ko'payishi va taraqqiy qilishi bilan o'simning hamma joyda umumlashganligi Payg'ambar alayhisalom xabar berganlarning hammasining rostligini isbotlaydi. Hatto bankaga berib bankada muomala qilishga majbur bo'lib qolganligi nurg'un kishilarningki. Buni isbotlaydi. Endi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qiyomatning kichik alomatlari to'g'riliq olimlarning tugab ketishi, jaholatning ko'payishi, erlarning ozlab ketishi, ayollarning ko'payib ketishi deb xabar bergan hamdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana Müslümanlar bilan Yahudilar urushmaguncha qiyomat bo'lmaydi. Yahudilarni musulmonlar tarmar qiladi. Hatto birer Yahudi qochqil yer topolmay, cho'ng toshlar va daraxtlarning orqasiga yushinib olsa-mu, tosh va daraxtlardan ovoz kelib, "Ey musulmon, orqamda Yahudi bor, kel uni o'ltir" deydi va o'ltirdi. Faqat G'ardaq nomli bir Yahudi daraxtidan ovoz kelmaydi degan endi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq degan: Birov Payg'ambar alayhisalomdan qiyomat qachon bo'lganligini so'rganida, Payg'ambar alayhisalom uningga omonat yo'qolganda qiyomatni kutsang bo'ladi deb javob bergan. U omonat qanday yo'qoldi deb so'ralganda, layoqatsiz kishilar ish boshqurganda deb javob bergan. Endi hozir islom dunyosida shu layoqatsiz kishilar ish boshqurganligi uchun yaxshi niyatlik, haqiqiy mu'min xalq ommasi o'zining musulmon qarindoshlariga qarta yordamni qilmoqlik, o'zini islom dinini ko'rsatgan bo'yicha haqiqiy musulmoncha yashashga imkoniyati bo'lmoqligi hamdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana bir zaman kelidiki, birov sapaga yulinib o'tirib,
mening hadislerimdan birer hadis o'qilganda sizlar bilan bizning aramizda Allohning kitobi Qur'on borgo, uningda halol deganlarni halol, harom deganlarni harom deb bilsak bizga yetdi deydi. Bilinglarki, Allohning payg'ambari harom qilgan ishlarni Allah haram qilgan ishlarga o'xshashdir deydi. Chunki sunnatmi ma'na jihatdan Alloh taoladan kelgan vahiy bo'lganligi e'tibori bilan uning Qur'on Karim bilan bo'lgan munosabati va bog'lanishi intayin mustahkam, chambarchas bir bog'lanish. Chunki sunnat Qur'on Karimni ochiqlash uchun kelgan yagona manba. Qur'on Karim lafzi ve ma'nisi bilan Alloh taoladan kelgan vahiy bo'lsa, hadis, ya'ni sahih hadis ma'nisi Alloh taoladan, lafzi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan kelgan. Shunga har ikkilisini vahiy deymiz. Endi qiyomatning cho'ng alomatlaridan 4 tane alomat bor, cho'ng alomatdan. Birincisi Mahdining kelishi. Ahir zamanda İmam Mahdining chiqadiganligi to'g'risida sahih hadislar kelgan. İmam Muslim Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deganki, Maryam o'g'li İsa tushdi. Ularning amiri Mahdi İsa'ga kel bizga iymon bo'lib namoz o'qib bergan deydi. İsa, yo'q, sizlar bir-biringlarga amirdor. Bu Allohning bu ummatga ato qilgan hurmatidir deydi. Sahih Muslim 225. hadis. Yana İbn Majah, Abu Davud, Ummu Salama radhiyallohu anhadan rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Mahdi mening oilamdan, ya'ni Fatimaning avlodlari ichidan keladi degan Albanining sahih hadislar to'plamida bayon qilingan, sahih deb bayon qilingan 6734 hadis. Yana Abu Said Hudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam İsa ibn Maryam orqasida turib namoz o'qiydigan odam bizdandir degan. Ya'ni bizdan bo'lgan bir kishining orqasida turib İsa ibn Maryam namoz o'qiydi shu chaqda deydi. Yana bumu Allama Albanining sahih hadislar to'plami 5796 hadisda bayon qilgan. İmam Şavkani İmam Mahdining chiqadiganligi haqida sahih va uningdan daraja jihatda tuvan bo'lib, jami 50 dan ko'proq hadis kelganligini bayon qilgan. Ana ikkinchisi Dajjalning chiqishi. Dajjal chiqqandan keyin u xudolik da'vosi qilib ko'p kishilarni o'ziga ishontirib ketdi. Dajjalning so'zlariga ishongan kishi iymondan ayrilib qoldi. Shunga payg'ambar vasallam bizga Alloh taolaga sig'inib Dajjalning sharridan panoh tilashni tavsiya qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam har namozda at-tahiyyatudan keyin o'qidigan shu duolarning ichida shu Dajjalning sharridan panoh tilaydi, ya'ni shuni tilashni ummatiga o'rgatgan. Men sizlarni Dajjaldan ogohlantirman. Har bir payg'ambar qavmini ogohlantirgan. Lekin sizlarga burun hech bir payg'ambar demaganni deymanki, Dajjal bir ko'zlikdir. Shaksizki Alloh bir ko'zlik emas. İmam Buxoriy va İmam Muslim rivoyat qilgan hadis. Uchinchisi İsa alayhisolamning osmondan tushishi. İsa alayhisolam qiyomatga yaqinlashganda osmondan tushib Dajjalni yo'qotdi. Ve Allah Taala'nın emri bilen yeryüzünde İslam dinini qaytadan güllendirdi. Kur'an-ı Kerim'deki bunu 2 ayet bununla dalalet kıldı. Ve innehu la'ilmul lis-sa'ati fela temterun biha. Şəksiz ki o, yani İsa'nın asmandan düşüşü elbette kıyametinin yıkıllaşqanlığının alametidir. Onunla herkes şək keltirme. Onunla herkes şək keltirgücü bolma. Zuhruf suresi 61. ayet. Yani bir ayet. Ve inne min ehli kitabi illa liyu'minenne bihi qabla mevtihi ve yevmel kıyameti yekunu aleyhim şehida. Ehli kitaptan her qandıqı İsa ahir zaman asmandan düşkəndən keyin o can üzüşdən burun çoxum onuğa iman etdi. İsa kıyamet günüdə ularning ziniga guvoh bo'ldi. Nisa suresi 159. ayet yani. En dördüncüsü Quyoshning
mag'ribdan chiqishi, ya'ni kun petish tarafdan chiqishi. Quyoshning kun petish tarafdan chiqishi bilan iymon va tövbening vaqti tugaydi. Ya'ni bu vaqtda aytgan iymon va qilgan tövbening hech foydasi bo'lmaydi. Alloh taolo bu haqda hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya robbuka aw ya'tiya ba'du ayati robbika yawma ya'ti ba'du ayati robbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra. Yani ular faqat o'zlariga farishtalarning kelishini yoki Rabbining kelishini yoki Rabbining qiyomatning yaqinlashganligini ko'rsatadigan ba'zi alomatlarning kelishini kutidi. Rabbining ba'zi alomatlari kelgan kunda ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi amal qilmaganlarning aytgan iymoni foydasiz bo'ldi degan. Alloh taolo hammamizni yaxshi ishlarga muvaffaq qilsin. Allah bizni hammamizni to'g'ri yo'lga boshlig'ay. Amin.